yana bu safar kelmadimi? O'zingiz hech nima qilmadimmi? Hozir yig'ishtirib olaman. Nima qilyapsan? Jinnimisan? Kecha ishga kelib hamma yog'imni sindirib ado qilasan sen bu turishda. Baqirmang aka, o'zim to'layman. Iya, assalomu alaykum. Aka, sizmi deysiz? Hech qaysingizga hech nima qilmadimi? Senim darrov shifrgina olib keling, o'zimiz yig'ishtirib olamiz. Aka, xizmatingizdamiz. Olib keling tezda. To'lardim-ku o'zim. Yurtimizda qimmat ulovda, biz ham yurdik rosa piyoda. Yashash yaxshi dunyoda, hayot o'zi ta'lim berarkan. Hamma narsa sekin bo'larkan. Assalomu alaykum boshliq. Tinchlikmi? Chaqirtirgan ekansiz. Ha, keldingizmi? Sizni so'rab kelishibdi. Men tashqarida bo'laman. Sizlar bemalol gaplashib olaveringlar. Ukam yaxshimisan? Xotiningizni deb ukangizdan voz kechib, yana qaysi yuz bilan yonimga keldingiz? Ukam hech kimdan kechmagan. Sen o'zi aslida haqiqatni bilmaysan. Kelin qayerga ketyapsiz? Politsiyaga mo'min akam ko'rgan. Kelin hozircha politsiyaga ko'rgan bormayaptimi? Narsalaringizni yig'ishtirib, jiyanlarim bilan yuzga borib tursiz, men o'zim telefon qilib chaqiraman sizni. Ya aka, bu nima deganingiz? Uyimda nima qilamanmi? Yo mo'min akam shunaqa deyishdimi? Mo'min akangizni xabari yo'q. Eringiz tuzalishni xohlasangiz, men aytganimni qiling, men o'zim aloqaga chiqib sizni chaqiraman. O'zi sen aytganingni qilib, xotinni ham jo'natib yubordik. Mana endi ovqat ham yemayapti. Aya, men doktor bilan gaplashganman. Xavotir olmang, hammasi reja bo'yicha ketyapti. Ozgina sabr qilaylik, tuzalishiga yordam bo'ladi. Dada, shuna yomon gaplar gapirishimiz shartmidi? O'zim xijolat bo'lib ketyapman. Uni xotini bechara ham har kun yig'lab telefon qilib so'raydi, yaxshimiladi. Ozgina sabr qiling, hammasi reja bo'yicha ketyapti. Aka, nechkisilar sizlar? Yana bir marta ukamga qo'lingni ko'tarsang, qo'lingni sindiraman, tushundingmi? Eslab qol. Ukangiz ko'chada qolib, shu holatga kelguncha ham qarab turardingizmi? Yordam qilsangiz bo'lmaydimi? Yordam qilish muammo emas, uyda o'tirib stressga tushmaslik uchun doktor tavsiyasi bilan shu ishlarni qilyapmiz. Ha, tushunarli. Siz ko'nglingizni to'q qiling. Biz qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Muhimi biz uddaladik. Nogironman deb bitta joyda qolib ketmading. O'zingning yo'lingni topding. Yur endi. Uydagilar bizni kutishyapti. Az emas boshimdan o'tgan sinovlar, shu sabab sochimga tushgan qirovlar.